PUBG o'ynayman, stream qilaman, soqqani topaman, millioner bo'laman. Bro. Millionlab odamni ichida qo'l bilan sanaydigan odamlar normalniy soqqa topyapti. Endi bu brat bu gapi bilan nima demoqchi? PUBG Mobile o'ynaydigan bolalar hammasi bekorchi. Hayotda maqsadi yo'q. Hamma narsani PUBG Mobile orqasidan qilaman demoqchimi bilmadim. PUBG Mobile o'ynaydigan bolalar bekorchi, uyda yotib pul topaman deydiganlardan emas. Shunaqalar ham bordir, yo'q demayman. Asosan PUBG Mobile 90% odamlar zerikkan hayotdan yoki kayfiyatini ko'tarish uchun yaqinlar bilan gaplashib, ozgincha o'ynashga ko'p deb o'ylayman men. Hech kim misol uchun PUBG Mobile orqasidan pul topaman, millioner bo'lib ketaman. Hech kim men bunaqa gaplarni eshitmayapman. Bilaman, katta streamerlar bor. PUBG Mobile orqasidan katta pul topadi. Lekin hammaning maqsadi unaqa emas. To'g'ri, bir ikkita odamlar streamer bo'lish, blogerlik qilish orzusi bor. Uni orqasida ham prosta takman mashhur bo'lsam, meni hamma tanisa degan maqsad bor. Men pul topishim kerak, juda boy bo'lib ketishim kerak degan maqsad yo'q hech kimda.